Hasadxo'rlik ofati. Assalomu alaykum. Muhojiratdagi g'ayriblik hayotning umidsiz, tiniq ko'l suyidek daqiqalarini umid stirilgisi bilan aylantirayotgan aziz xalqim, tinchlikmisizlar? İnrayotgan ana tuproqdagi ichinishlik jumlalarni men qaytadan takrorlab yurmasammi, azaplangan şu zihninglarga mening tasvirlashimdinmi bekrak xotir qoldirdinglar deb o'ylayman. Men qandaqdir yuksak ilmga ega bo'lib ketmasammi, bugun sizlarga hasadxo'rlik to'g'riliq o'z tushanchamni sizlar bilan o'rtoqlashay dedim. Askartish, bu tushanchadagi jumlalarni qo'lga o'gitilgan burkutdek birasi bana tavsiya qilganmi emas. Bu faqat o'zimning tushancham xolos. Musofirlikdagi bu g'arib daqiqalarda boshqa tema yo'qmi qarindishim deyishinglar mumkin. Ammo o'ylab baqsam, dal mush temaning bizga bek zaruriy itibordek turdi qarindoshlarim. Bugungi mush temada tasvirlanadigan qo'rqinchli virusning oldini olmasak, ehtiyot qilmasak, bu virus bizni vayron qilib yetadi. U bo'lsa-mu qo'rqinchli hasadxo'rlik virusi. Bu virusmi bizga balkim ishplas kommunist Xitoy to'ng'izlaridan yuqqan bo'lishi aniq. Men bu temani boshlashdan burun o't yurak ustozimiz Abdurrahim O'tkir apandining bir qancha ko'bilet ruboylarini diqqatingizga sunaman. Ko'ngil bo'stoniga jahon sig'idi. Jahon turmoq hatto osmon sig'idi. Mubodir rashk hasad qaplisi uni tarixning qasirqimi aran sig'idi. Osmonga nazar sol, yulduz besanoq. Üsüşmey ötüdü ezelden inak. Cahan kengri dostum yeter hemmige. Ademge yaraşmaz soňa talaşmak. Ecip bir göç iken bu jürek digen. Her tende o her xil his kılar iken. Eğer o içmese vicdan şarabın, ılgıdı esigilik sesik göç iken. Demek ustozimiz O'tkir apandining dastlabki ruboyisida hasadxo'rlikning insonga naqadar ayib bir illat ekanligi to'g'riliq o'tkir qopiyalar tizilibdi. Qalbimdan faxrlanaman bu ustozimdan. Ya'ni eng muhimi muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimning 113-sura Falaqning oxirgi oyatida hasadxo'rning hasad qilgan chog'dagi sharridan Subhining Parvardigori Allohga seg'inib panoh tilayman degan Allohning oyatimi hasadxo'rlikning dahshatlik yomon odat ekanligiga dalil. Hasadxo'rlikdan saqlanayli aziz qarindoshlarim, jonjigarlarim. Mening tushanchamda hasad bir o'tki, u pak ro'yingni ko'ydirib tashlaydi. Hasad bir zaharlik yilonki, agar u chiqib qolsa, suzuk qiningni qatirib yetadi. Hasad bir xatarlik o'smikki, qon tomirlaringga talvilarcha tarqaydi. Hasadxo'rning xarakter suyuqligiga donni aralashtirib köp dengizga chachsak, dengizdagi baliqlar aram bo'lib ketadi qarindoshlarim. Hasad kislotaga o'xshaydi. Agar qonga aralashib qolsa, iliklaringni qatirib yetadi. Hasadxo'rning hasad qilgan chog'dagi taqturqi, bayni badbashira dajjalga o'xshaydi. Hasadxo'rlikning xumori zaharlik chekimlik bo'lgan xiroyinning xumoridimi yomon? Hasadxo'rlarning hasadxo'rlik xumori tutganda ixtiyorsiz holda tishlari g'uchurlaydi. Qon temib turgan o'tkir tishlarda
gunohsiz birini tishligisi kelib ketadi. Zaharlik bo'lgan o'tkir tirnoqlari imtiyoz jihatda o'zidan eshib ketgan samimiy, oq ko'ngil, ma'sum chiroylarni tatlig'isi kelib ketadi. Hasadxo'rlarning qini sharaf uchun emas, hasad uchun davomli qaynab turdi. Chunki hasadxo'rlarning qinida oqidig'ini zaharlik hasad suyuqligi. Agar bu hasad suyuqligi hasadxo'rning tomirlarida qaynab qolsa, hasadxo'rni kechalari uxlatmaydi. Yoki joyida jim tura olmaydi. Ham qisqasi jim turg'izmaydi. Ishki qalb dunyosini o'tkir bir tirnoq davomli mo'rlab, tatlab turdi. Tug'ilgandan tortib o'zi bilan birga yashagan o'zining ruhiy dunyosiga o'z qo'li bilan azor berdi. Va ishki organizmlarining vayron bo'lib, ig'ir kasal tortishiga sabab bo'ladi. Dal o'zi sabab bo'ladi. Azizlarim, darajadan tashqari hasadxo'rlik shu kishining chiroy dunyosida aniq ifoda berdi. Buni shu kishi o'zi sezolmaydi. Bu hasadxo'rlikning liniyalari bek ko'p qirliq. Yuqum ahvolimi nihoyatda tez bo'layotdi. Tarixiy dushmanimiz Iflos Xitoy kommunist tajovuzchilarining muhojiratdagi Sharqiy Turkiston xalqi orasiga chechivatgan hasadxo'rlik virusi hozir shiddat bilan shundoq yamrab, muhojiratdagi ajoyib iqtidorli kishilarimizning, ya'ni samimiy, oq ko'ngil, aqlli kishilarimizning, bilimlik zotlarimizning orasiga o't qo'ymoqda. Ko'ydirgilik qilmoqda. Aziz xalqim, aziz qarindoshlarim, sizlardan o'tinib qolay. Hasadxo'rlikdan, yilondan qochgandek qechinglar. Qalbinglardan hasadxo'rlikqa o'rin bermanglar. Ey azizlarim, agar do'stlaringlarning orasida hasadxo'rlik virusi bilan yuqumlanganlar bo'lsa, ularga nasihat qilinglar. Sabrni tavsiya qilinglar. Axloq fazilatni ko'proq anglatinglar. Quloqlarga oyat va suralarni qo'yib beringlar, anglatinglar. Zamzam suvi ichkizinglar. Chunki bir qarindishimiz bo'lsa-mu, hasadxo'rlikning azobidan, u dunyodagi do'zaxning azobidan qutulsin. Agar hasadxo'rlik virusi butun badanga yamrab, shu insonning ruhini ko'ydirib kul qilayotgan bo'lsa, buningga shu insonning dafni kunini sabr bilan saqlashdan boshqa hech qanday ilojimiz yo'q, amalimiz yo'q. Hasadxo'r insonlar o'zini o'zi dafni qilib etadi. Hasadxo'rlik bek yomon illat, azizlarim, jigarlarim. İnsaniyetning otasi Odam alayhissalomning o'g'illari bo'lgan Hobil va Qobil shaytonning ikki qarindosh o'tirsiga hasad urqini tashlashi bilan birini o'ldirib yutdi. Saltanatlik tariximizda ajoyib kuchli imperiyalarni qurgan Hun tangriqutlarining aka-uka shahzodalarining orasiga tarixiy dushmanlarimizning hasad o'tini tutashtirishi sababli bir butun Hun imperatorligi G'arbiy Hunlar va Sharqiy Hunlar deb ikkiga bo'linib ketgan. Tarixiy dushmanlarimiz Ko'ktürk imperatorligining shahzodalari orasiga hasad o'tini chechib, o'z tarixida ajoyib kuchli bo'lgan Ko'ktürk imperiyasimi ikki parchaga bo'linib ketgan. Hunlarning va Ko'ktürk imperatorligining qon qarindosh avlodlari bo'lgan Uyg'urning saltanatlik tarixidagi Qarxonilar sulolasi Iflos tarixiy dushmanlarimizning Qarxonilar shahzodalari o'tirsiga hasad o'tini selib ko'ydirgilik qilishi tufaylidan dunyo tarixiga ajoyib izlarni qoldirgan, ajoyib madaniyat yaratgan Qarxonilar sulolasi ikki parchaga bo'linib ketgan. Azizlarim,
Yaqinqi zaman tariximizdagi Saidiya xonliqimi Appak xo'ja va Isoq xo'ja qatorliq ishplas xo'jalarning o'zlarining biddat ishqiya suliklarini Uyg'urlar ichida jumladan Saidiya shahzodalari ichida keng tashviq qilib, hasad urug'ini chechishi bilan Saidiya xonliqi vayron bo'ldi va Saidiya podshohlari qaslab o'ldirildi. Azizlarim, uningdan keyingi podshoh Yoqubbek Badavlatmi o'z ordusidagi eng yaqin hasadxo'r vazirining Zozungtanga setilib ketishi tufaylidan zaharlanib o'ldirildi. Tarixiy dushmanlarimizning E'tikoh jamiasining burunqi hasadxo'r imomi Shabtul Damollani kushkurtishi sababli tariximizdagi ma'rifatparvar olimimiz Abduqodir Damolla qaslab o'ldirildi. Uyg'ur tarixidagi bugünkidek dahshatli qirg'inchilik sekundlaridami o'zaro bo'layotgan jidal majrolarimizmi, ittifoqlasha olmasligimizmi, ishplas Xitoy tajovuzchilarining oramizga bilindirmay selivatgan dal ashu hasadxo'rlik virusining mustahkam ideologiyamizda avjab ketganligidan bo'layotdi. Qarindoshlarim, pak Uyg'urlik to'mirimizdan hasadxo'rlik virusini siqib chiqarib yetayli qarindoshlarim. Hasadxo'rligimiz sababli kelgusi avlodlarimizning baxt saodatiga o'ltirib qo'ymayli. Musofirchilikda kuzdagi g'ozonlardek to'zib ketmayli azizlarim. Mustaqil davlatimiz Sharqiy Turkistonni Xitoy jallodlaridan tatib elishga kechikib ketmayli. Söyümlü qandaşlarım, sabdaşlarım, aziz qarindoshlarim. Quloq berganingizga rahmat.